Bir qancha yavaşlaqlar shunday quvvatliliklaydigan an'anaviy tamoqlarning biri bo'lgan quvvatlik narin cho'pning oiladagi eng tafsiliy qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqum o'rganaysiz, ham o'rganish boshlaylik ketdik. Avval xamir yug'irib olaylik. Al-Nurina ximiylik qo'shilma va ximiylik moddadan xoli bo'lgan 5 dan xoli yeshil o'lchimidagi oila undan 2 qacha unning ustiga bir qo'shiq tuz, bir tal tuxum chiqib, ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, sizlarga faoliyat qilib turayotgan xamir yug'irish mashinamizni 10 minut qilib to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Orqadan qozonga ko'proq miqdorda suv quyib, tayyor qilib olgan go'shtni solamiz. Narin cho'pga go'shtni butun holatda solsang bo'ladi va yoki qulay bo'lish uchun va sho'rpining taqim yaxshi chiqish uchun go'shtni mana shunday ushshaq to'g'rilab solsang bo'ladi. Go'shtni bir qaynatib, chiqqan ko'piklarni pakiz to'liq suzib etib, sho'rpining taqim mizli chiqish uchun 2 tal bajo solib, bir qo'shiq tuz va oldin sug'uchilib olgan no'qut, ushshaq to'g'rab olgan sho'xlarni solib, tuvoqni yopib 10 minut atrofida qaynatib olgandan keyin ushshaq to'g'rab olgan qizil sariq sabzlarni solib, buni yana 10 minut atrofida qaynatsak, bizning sho'rpimiz tayyor bo'ladi. Ondan muvofiq miqdorda sho'rpa va materiallarni yana bir ko'riga suzib olib, baya yug'irib olgan xamirimizni yana bir ishlab etib, qilliqini bo'lsa nihoyat dipiz qilib echib olib, suratdagidek mana bu holatda kesib olamiz. Aralab ko'rib mishak kelsa do'stlar, ajrimga haqsiz yurakdan birini berib qo'llag'ach ko'rsanglar rahmat. Tayyor qilib olgan cho'pimizni bayam echib qolgan sho'rpaning ustiga oz miqdorda suv quyib, buni selib bir qaynatib suzib olgandan keyin taxsiga olib, narin cho'pning sho'rpasi va qiyimlarini ustiga olibla ustiga az miqdorda qarmoch va yumg'oq sutlarni selib etib iste'mol qilsak bo'ladi. Mana shunday qilib ham quvvatlik ham yeyishlik bo'lgan narin cho'pning oiladagi eng oddiy usulni qilishni o'rganib bo'ldik. Amza oxirida aqsiz yuraklarni besib qo'llayotgan tuqqanlar ko'pdan ko'p rahmat. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.